Qisqasi, ayrim individlar oddiy pornodan zerikib multiklarga o'tib keta boshlashdi va men shunaqa multiklardan uch sanab ko'rib tashlagan va hayotdagi progressi manfiy ko'rsatkichni ko'rsatayotgan shaxs sifatida buni g'alati deyman. Da, men hozir oddiy beg'ubur animeshkalar haqida emas, balki jinsiy aloqa elementlari qatnashgan multikchalar haqida gapiryapman. Keyin men jonimga tegib kommentga "Men jazolovchi qahramonni ko'rganman" deb yozib o'tirmaylar. Agar sizlar hayotda erishgan yagona yutuqlaring bu jinsiy aloqa sahnalari to'liq ko'rsatilmagan 1 kilokal massasiga teng qiymatli animega 5 ga 1 urganing bo'lsa, tabriklayman. Bortam choynakni xornesiga ham drachit qil. Okey, hammasi oldin aytib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan shunaqa izvrashenskiy yoki LGBT balo batar shunga o'xshaydigan turdagi kontent turini propaganda qilayotgan любой kontent turi taqiqlangan. Va shu uchun ham men bu narsani propaganda qilmayman, balki anti propaganda qilyapman va anime 18 yoshdan baland shaxslar ko'rishlari mumkin. Agar sizlar men nima qo'rqib qoldingmi desangizlar, men qo'rqib qoldim deyman. O'zi o'tgan safar maktab haqidagi sof fikrimni bildirganligim uchun YouTube meni kanalimni qora ro'yxatga qo'shib qo'yganligi yetmagandek, endi men o'zim yashab turgan davlatim ham meni qora ro'yxatga tiqib qo'yishgan edi. Umuman olganda men o'zim ham bunaqa kontentni davlatimizni yosh parazitchalari ko'rishini xohlamas edim. Sababi o'zim ham hentayni 18 yoshgacha ko'rganman va bu real yomon narsaligini aytmoqchiman. Sababi hentay meni psixikamni buzib yuborgan va o'z-o'zimni baholash, ya'ni samatsankamni pasaytirib yuborgan narsa sifatida qarayman. Hammasidan oldin hentayning katta muammosi sizlar real qizlarga bo'lgan qiziqishlaringizni manfiy ko'rsatishga tiqib yuborishidir. Конечно, stabil 2D qizlarga drachit qilganlaringdan keyin 3D qizlarga bo'lgan qiziqishlaringiz 180 gradusga burilib ketishi bu aniq fakt hisoblanadi. Va bu real qo'rqinchli narsa. Sababi yaponlar o'sha 2D qizlarga uylana boshlayaptilar. Va agar qizlar, bolalar umuman rasulashib ketyapti desangizlar, qattiq adashasizlar. Sababi qizlar ham Xitoyda virtual air topib ketishyapti va BTS armiyasi degan kollektivga umuman til tekkizib bo'lmaydi. Sababi kunilingus shaydolari qatorida emasman. Va yana qizlar, sizlar o'ylagandek hentay faqat bolalarning ovunchog'i emas. Sababi yangi hentaylarning yaxshigina qismi aynan sizlar uchun chiqa boshlayapti. Shaxsan o'zim bunaqa hentaylarga adashib 1-2tasiga kirib drachit qilish o'rniga emotsional udar bilan chiqib keta boshladim. Sababi bunaqa hentaylarda bir vaginasi ilma teshiq bo'lib ketgan qizni bitta boy yigit kelib, "Men seni baribir sevaman, men seni juda ham sevaman, menga boshqa hech kim kerak emas, menga seni tarixing muhim emas" deb soladi. Keyin boshqa yigit kelib, u boy bo'lmaydi, soladi, qizni soladi. Yigit emas, eslashdi. Keyin 3-yigit kelib soladi. Qarochi, uchalasi keyin qizni ustiga urush qilib ketadi. Bu yerda esa qiz bo'g'oz bo'ladi. Xullas bitta lo'xbacha kelib, "Menga farqi yo'q, men baribir seni sevaman" deb o'shanga uylanadi. Xullas sujet vashi chotki bo'layotibdi, tepishni nimfomanka sayohatlari bo'layotibdi. Va bunaqa hentaylarni ko'rgandan keyin men o'zimni jinsimdan hafsalam pir bo'lib qiz va 8 oyoq degan animeni ko'rib qo'ya qoldim. Agar siz vaginasi ilma teshik bo'lib ketgan qizning tarafini olsangiz va bu to'g'ri qilyapti, o'zini seksual hayotini o'zi xohlaganda yashayapti, seni nima ishing bor? Yaxshi anime, yaxshi hentay, sen vashi tushunmaysan. Bu qiz o'zini tarafini olyapti desangizlar va siz o'zingiz qiz bola bo'lsangiz, sizni men ofitsialni fohisha deb e'lon qilaman. Agar siz o'g'il bola bo'lib qolsangiz, endi bilmadim qanaqa bunaqa fikrlar kelib qoladi o'g'il bolaga, lekin unda men sizga hech narsa demayman, shunchaki o'zimni chin qalbimdan Bonnie Bluedek bitta chiroyli qizga uylanib baxtli hayot kechirishingizni tilab qolardim. Bachalar, sizlar uncha kulmanglar. Sababi yaponlarning fetishlari juda g'alati. Kraken va 8 oyoqlardan tashqari umuman tegilish mumkin bo'lmaydigan mavzularga kirib ketayotgan hentaylari ham juda ko'p. Misol uchun topga turgan hentaylarning yarmi incest mavzusida va eng mashhur hentaylar Overflow yoki o'zbekchasi "Mani akam mani ichimga sirpanib ketdi". Bilya. Mani ukamniki juda katta. Bu ism eslashdi. Ism hentayning ismi. Mani yashil ko'zlik opam, bu normal ekan. Mani singlimni ko'kragi juda katta. Boshqalarni o'qimayman, eslashdi, sizlarning psixikalaringizni hurmat qilgan holda va undan tashqari bu tepada aytgan animelarim, ya'ni hentaylarimning hammasi incest mavzusida va bularning birontasida step qo'shimchasini hali bir o'qiganim yo'q va ko'rganimda ham step qo'shimchasi yo'q edi. Overflowdan tashqari va bu real qo'rqinchli narsa. Bu yaponlarga nima bo'lgan? Tushunmayapman. O'zini qarindoshiga qiziqish nima buncha baland bo'ladi? Onasi emsin. Keyin yaqinda ko'rib qola boshlagan hentaylar orasida yomon mashhurlikka chiqayotganlari bular o'zini xotinini boshqasiga berib qo'yadigan hentaylar. Bilya, onasini emsin, ssenariyni nimaga o'zi biladi, bu videoni olayotgan man downman borku. Xullas,
tashlab ketamiz. Xullas, ugly bastard degan janr ham bor. Если что, avvalgi videoda aytganman, bu atakularni o'ziga-o'zi bahosi juda ham past, ya'ni samotsenkasi juda past va shu uchun ularda shunaqa janr bor. Ya'ni semiz, xunuk down bo'ladi. Menga o'xshagan down emas, u boshqa down va uni oshiqlari bo'ladi. Yoki atakuni sevib qolib, unga beradigan hintlar ham juda ham ko'p. Va men bu mavzuga yana kirib ketish niyatim yo'q, realni. Avvalgi videolarda aytib o'tganman va aytmoqchi, bu yangi kanal, eski kanalim strike olgan. Shu uchun bu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va u kanalni, ya'ni strike olgan kanalda men eksperiment kanal qilmoqchiman. Ya'ni men kichkinagina miyamga kelayotgan yangicha g'oyalarni hammasini o'sha kanalda sinab ko'raman va u kanalga strike olib kelgan videoni ham men Telegram kanalimga yuklab qo'yganman. Shu uchun Telegram kanalga o'tib bemalol ko'rsangizlar bo'ladi. Shu uchun ikkala kanalimga ham obuna bo'linglar, Telegramga ham obuna bo'linglar. No, shunaqa. Meni birinchi hintayimda bitta patsan ko'chada o'ynab yurgan bo'ladi va bitta apacha kelib uni uyiga olib ketadi va birga ular kitob o'qishadi. Nafaqat kitob o'qishadi, lekin kitob o'qishadi. Xullas, o'shanda men patsanga realni havas qilganman va hozir shukr qilyapman. Agar o'sha patsan o'rnida bo'lganimda, hozir skrev so meni organlarga topshirib o'rgan bo'lishadi. Shu uchun bolajonlar, agar ko'chada ketayotganlaringda bironta seksi apacha kelib, "Ketdim bilan jon" desa ishonmanglar. U apachani vaginasi faqat boy akachalar uchun ochiladi. Sizlarga skrev so yopiladi va sizlarni katta ehtimol bilan organlarga topshirib yuborishadi. Yosh bolalar deganda men nimadir deyishga qo'rqib qolganman. YouTube yosh bolani tilga olishing bilan seni 20 litrlik butilkaga o'tkazib qo'yishi mumkin. Shu uchun hozir uncha tilga olgim kelmayapti, lekin bu parazitlar hintaylarning katta qismini Epstein sevgan kontent turi sifatida yaratishadi. Bu umuman g'alati va afsuski o'zim ham 1-2 shunaqa kontent turiga kirib ketganman. Adashib va bu real ochiq internetda turganini o'ylashsam, umuman g'alati bo'lib ketaman va realni sizlarga aytmoqchiman. Imенно romantika janridagi animelarni, shunaqa animelarni katta qismi maktab o'quvchilari bo'ladi, ya'ni asosiy planda va bu realni g'alati, ya'ni katta qismi deganda men 80% ni tilga olyapman. Kimgadir qiziq bo'layotgan bo'lsa. Yana ayrim kontent turlari bor, Epstein sevgan kontent turlari, ular vashi yosh kategoriyada umuman даже fikrlay olmayotgan qizlar ishlatilayotgan. Vashi odam g'alati bo'lib ketadi. Va men anime haqidagi videomda aytganimdek, tayni ham yaxshilari bor deya olmayman. Sababi bu umuman bo'lish mumkin emas hintayda yaxshilari. Agar уже bu yo'lga kirib bo'lgan bo'lsangizlar, men o'zim ko'rgan top 10 ta normalniy hintay jadvalini tuzishim mumkin Telegramga, lekin bu fakt emas va normalniy deganda realniy normalniy, hech qanaqa incest, PDF yoki bo'lmasa BDSM, если что BDSM ham hintaylarda vashi bosh og'riq tema bo'layotibdi. Misol uchun Euphoria degan hintay bor, o'zim ko'rganman va meni kichkina tana a'zoyim bir hafta menga javob bermagan, umuman nima qilsam ham javob bermagan. Shu uchun sizlarga umuman maslahat bermayman va psixikamni buzgan desam, realni psixikam buzib yuboradi. Hintay juda jirkanch narsa. Meni psixik ancha travma bergan narsa, hayotga qiziqishni kamaytirgan narsalardan biri. Men hech kimga bu rasvo narsani maslahat bermayman va meni realni qo'rqitayotgan narsa bu bizni millatga ham sekin-sekin kirib kelyapti. Bilasizmi nima? Animelarda ham, hintaylarda ham yaponlar otakular yoki yopiqlikni shu darajada normallashtirishyaptiki, даже ko'p yapon yigitlari o'zlari yopilib qolyapti. Natijada ko'p yapon qizlari yapon yigitlariga bo'lgan xohishlari juda pasayib ketyapti. Yaponlar bunchalar izvrasheniyalarga berilib ketishlariga sabab, meni fikrimcha bu yopiqlikda. Ularni yoshligidan ko'p narsaga taqiq qo'yishadi. Taqiqsa o'z navbatida yanada qo'rqinchli narsalarga qiziqishni uyg'ota boshlaydi. Bu endi men shaxsiy fikrim va men hentai ko'rishni to'xtatganman va siz ham ko'rsangiz, sizga maslahatim shu: oddiy porno ko'rib drachit qiling. Kerak emas multikka drachit qilish. Animeshnik bo'lsangiz, unda anime ko'ring, maza qiling. Men shu paytgacha aytgan har bir narsamga ikki tomonlama qarashga harakat qilganman. Даже pornoni ham yaxshi tomonlari bor. Bu degani porno yaxshi degani emas, lekin hintaydan men umuman yaxshi narsa ko'ra olganim yo'q, topa olganim yo'q va oxirida qissadan qissa porno yomon emas, me'yorda ko'rilsa, drochka ham yomon emas agar me'yorda qilinsa, lekin menga donat qilishni me'yorga xohlagancha donat qilishingiz mumkin. Opsiyada hamma informatsiyalar bor, ko'ngildan chiqarib o'zlaringiz blogerni qo'llab-quvvatlash uchun donat qilaveringlar. Bizda donat yaxshi rivojlanmagan. Sizlar aytishingiz mumkin, gadoyga o'xshab menimcha so'rayapsan deb. Deydi, nima deyishim mumkin? Mana bir kun ko'rishim kerak-ku, mana bir maqsadlarimga erishishim kerak. Mana bir ota-onamga borib, mana youtuberlikdan pul topsa bo'ladi deyishim kerak. Shu uchun bilet qo'ldan kelgancha albatta streamlar bo'ladi, reaksiyalar bo'ladi ikkinchi kanalda, ya'ni u asosiy kanalimda, bu asosiy kanal, u ikkinchi kanal bo'ldi. Shu uchun chao kako, yop.